Ushbu loyiha Turon Bank hamkorligida Andijon viloyati Baliqchi tumani Sarnomul VFYda 51.8 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda tetik kartoshka ekilgan, maydon hajmi 10 gektardan iborat. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 10 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 67 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 15 sotikdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Sheralchak Saxovat MChJ biriktirilgan. Turon yerlari ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 20 tonna, jami 200 tonna hosil olinishi rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish niyatidamiz.